O'ynash, OneVix 500% bonus YouTube olish. 2 million so'mga cheyin. Bu videoda men qanday to'g'ri o'ynashni ko'rsataman. O'ynash uchun boshida ro'yxatdan o'tishimiz kerak. O'zimiz nomerimizni yozamiz. Pochtani yozganimizdan keyin promokod degan yerga F en ozi 200 ming so'mgacha to'ldirishimiz kerak. Bo'lmasa aksiya ishlamaydi. Men 400 ming so'm to'ldirdim. Endi o'ynashni boshlaymiz. Birinchi o'yin Lucky Jetga kiramiz. En ozi 70 ming so'mgacha qo'yishimiz kerak. 3 marta o'ynashimiz kerak. Hozir o'yin tugasin. Boshlaymiz. Men 75 ming so'm qo'ydim. Siz 70 ming qo'yishingiz mumkin. Hozir. Mana birinchisini yutdik. 1-3% gacha qo'ysa bo'ladi. To'y ko'pi kerak emas. Hozir tugasin, ya ikkinchi o'yinni boshlaymiz. 3 marta o'ynashimiz kerak. Tak. Ana ikkinchisi ham boshlandi. 1-3 bo'lgandan olamiz. Ko'p kerak emas. Bizda уже 451 ming so'm bo'ldi. 3-marta o'ynaymiz. Keyin boshqa o'yinga o'tamiz. Hozir. Oho, 6x. Bu o'yin menga yaxshi ko'raman, chunki ko'p pul beradi. Bo'ldi, 3-marta o'ynayman. Bir 3 bo'ldi, olamiz. Bo'ldi, yetadi. Keyingi o'yinga o'tishimiz kerak. Spin Queen degan o'yinda o'ynaymiz. Birinchi o'yinga o'xshaydi. Bunda ham 3 marta yutishimiz kerak. Tak, hozir birinchi boshlandi. Yutkisiz ishti momenti. O'ynash kerak bo'ldi. Yana 2 marta qol. Men hozir hammasini o'ynab olaylik, keyin kelamiz. Bo'ldi, mana 3-o'yinda ham tugatdik. Balansda 426 ming qoldi. Endi pul kutamiz. Bir kundan bir haftaga tushadi. Bir kun o'tdi, hozir kiryapman. Ana balansda 2 million so'm. Oho.